Şevirgan çıkışga başlaptı. Appak qarlıq dalıda birdemdala hech nimani ko'rgani bo'lmaydigan holat shakllanib, taqqa yamashqil kelgan 3 er, 3 ayoldan tashkil qilgan atrat intayin qiyin ahvolda qoldi. Ular bargan sir egilishayotgan shivirgan va yuzni yorg'udak darajada urilayotgan qordan daldinish uchun bir o'ngirga kiryapti. Kiyimlarini qiqib, jinining qutulib qolganiga qo'shal bo'lishga ulgurmay turibla o'ngirga nihoyat uyg'on bir qutub ig'i kirib. Qo'rqinidan jini chiqib ketay degan 6 odamni ko'rgan qutub ig'i nihoyat qo'shal bo'ldi. Oziq izlab topolmay yursam, mavush yurgan chiqib ketib, bugun yana osh qoladigan bo'ldim debdikanman. Mana o'lchimining o'nkirimga o'zi keldi emasmi? Endi men mavu ayollarni yavitib, erlarni o'zimga xotin qilib olaman debdi. Buni anlagan ayollar qo'rqib ketib, yalvurishga boshlabdi. Ey hocam, biz ayol kishi tursak, biz bilan uy tutmay, nimishqa bizni yavitsiz? Erlarni yavitib, biz bilan uy tuting. Buni ko'rgan erlar bir ovozda vaqirib sapdi. Og'zini yumava. Ey akam kimni yeb, kim bilan uy tutishni obdan biladi. Aradan yillar o'tibdi. 3 er iq bilan uy tutish jarayonida xeli g'iljanishmi qapti. Iqning bir deganini 10 qilib o'rindab, holidan xabar elishga kunimi qapti. Bu jarayonda iq o'zidan oshgan buğa, biliq, to'shqan degandeklarning go'shi bilan ulan yomon emas beqibdi. Bir kuni iyiqning yiroq tuqqini uni yo'qlab kelib qoldi va 3 erning yo'ldishini kutishlariga va g'iljanishib qilishi qarab, "Ey tuqqanim, sen nima degan baxtqa? Meningmi o'nkirimga bir juft er ayol inson kirib qolgan edi. Ammo men ularga qo'ygan shartga unumay, men qarab quruq qo'l bilan etildi. Shuning bilan ikkilisini parcha-parcha qilib o'tib yevatdim" debdi. Buni anglagan erlar o bir juft er ayolning naqadar ahmoqlik qilganligini og'ziga tegmay tanqid qilishibdi. Birlari ularni döt desa, yana birlari tuxum toshga urgan kalvonlar debdi. Yani qolganini o'zingiz tushuning, hurmatli vatandishim.